Amidiyo bo'ldi qo'g'lima, yetishmaysan. Ham xiyol qilma. Marko, siz qal'ani ko'rganmi? Qal'a? Oppoq qal'a. Yo'q. Qal'ada bir botir shahzoda bilan bir mehribon xonish bo'lgan ekan. Xonish? Shundoq. Shahzodaning opasini alvassalar bir kuni tuyuqsizla tutib ketibdi. Shahzoda xonishni izlab har tarafga chepibdi. Har tarafdan surishtiribmi xonishning nadaligini bilinmabdi. Shahzoda qanday qilarini bilinmay turganda, ko'chada o'yin qo'yib pul topadigan san'atchiga yo'liqibdi. Keyinchi? Keyin qanday bo'pti, o'ylab boqay. Lekin oxiri shahzoda xonishni tepib yana baxtli turmushga erishibdi. Fiolina, asli o'zingiz to'qib chiqibsiz-da. Siz yog'och qo'nchoq o'ynamoqchi bu, Kinoyadan ayrılgandan bu yan musiqayini o'ylayaptiman. Lekin o'ttirni qandoq elishimni tek o'ylab bo'lolmadim. Men deb beray Fiolina, u alvasning 8-5 bor, dumbisidan o'sib chiqqan go'shtak nasib xalit maxluq. O'sib chiqqan go'shi? Shundoq, u tek og'zini o'chirtirib olaydi, lekin shahzoda bu maxluqni cho'lmaydi. O maxluq intayin kichik bo'lsa shahzoda yengilmaydi. Shahzodani yevitishi mumkin. Botir shahzoda yengilmaydi. Kila dushman. Shahzoda sen bilan o'ylashidi. Mana shundoq uqdingizmi? Maxluqning 8-5i birdan ilib tashladi. Bo'lmadi, undoq qana. Amidiyo, sen berib yalmog'izini chaqirib kel. Bo'lmadi. Undoq qana. Bo'lmadi. Fiolina, sizga nima bo'ldi? Bo'lmadi. Fiolina. Bo'ladi. Agar urisha olsangiz, men yalmog'izning rolini olay bo'lamdi. Siz yalmog'iz bo'lamsiz? Bo'ladi, yalmog'iz kelamiz. Siz bo'sh qo'yib etmayman, kelam. Bo'lmaydi. Men deganni qaytishni bildigan yalmog'iz. Yaxshimisiz? Atdiganlik havo nima degan sap, Shundoq, uning ustiga yanchiq tom bo'ldi eding, Bunchalik pulni. Agar yotoq pulni topshirsam nemiz qoladi deysiz, yanchiq quruqdilib qoladi. Sizlarning bu umiginglar yomon emaskan. Kishilarni xushal qilib qolmasdan har tarafga sayohatmi qila oladi ekansizlar? Sizning deganingizdek uncha oson emas-da, To'g'ri, agar Barbasa xo'jayining chorvachilik maydoniga borsanglar, texmi olqishga erishishinglar mumkin. Barbasa xo'jayin? Shundoq, u bu atrofdagi eng cho'ng chorvachilik maydoni. Anglasam bir tabriklash faoliyatiga tayyorlik qilib o'tibdi. Atrofdagi chorvachilik maydonlarining xo'jayinlarining hammasini taklif qilgudek. Undaq bo'lsa, aniqroq qilib so'zlab bera olamsiz. Masalan, chorvachilik maydonining cho'ngligi qanchalik chorvachi bor deganga o'xshash, Buningga aniq bir nima deyolmayman. O'z chorvachilik maydonining qanchalik cho'ng ekanligini xo'jayinmi bilmaydi. O'ylab beqing, chorvasining sonini hisoblamoq tas. 300 necha chorvachisi bor ekan. Shundoqkan, bosh qurmoqmi tasga? Siz degan o chorvachilik maydoniga berish uchun oldimizga mengib yana janubga 20 kilometr mansaq bo'ldi ekanda. Nima? Siz Barbasa xo'jayinni taniydi ekansiz-da? Yo'q, uning o'g'lini taniyman. Umi oson emas, Jumo. Biz uning ko'z oldida yashab turib, uning bilan ko'rishgidek salohiyatga erishamidik. Uni ko'rish oson emas. Shundoqmi dexe? Shundoq bo'lmaychu. Bu yerning hukumati uni bek hurmatlaydi. Konjeto qaltis ish bo'ldi. Ta'limimiz o'ngdan keldi. Tunugunki uchirgan yiliq yosh yigit, yiliq boyvachcha, dangliq boyning o'g'li ekan. U shundoqli eg'iz asa chorvachilik maydonining xo'jayini bilan tanishib olsak, ishimiz o'ngdan keladi. Harigiz bundaq to'van darajalik yotoqlarda yotmaymiz. Shundoq emasmi? Men bunda aytaman. Konjeto qanday dedim? Rastlı 20 kilometr yo'lni o'shiqmaganmidik. Marko oldiravassa. Tunugun Marko ma'qul bo'lgan emasmi? Yaxshimisiz? Qandoq yaxshi turdinglar bu? Yaxshimisiz? Tunugun qadam tashrif qilganligingizga rahmat. Tunugun o'yinni bek yaxshi o'ynadingizmi? Qo'nchoq o'yinini emas, naqshini bek yaxshi aytdingiz. Men bek hayajonlanib ketdim.
O sizni o'zining yosh vaqtiga o'xshatib, qavatli xo'sh bo'lib ketdi, ha? Ha, rahmat sizlarga. Bizga ruhiy oziq elib keldinglar. Biz bu chat yezida uzun yil yashab, bundaq kishini xushal qildigan o'ylarni ko'rib baxmabdi ekanmiz. Bu bizning ko'nglimiz. Az bo'lsin qabul qilgaysizlar. Biroz narsa ag'ach kelgandik. Yo'lda yasizlar. Ilinglar, tatinmanglar. Ko'pchilikka rahmat. Sizlarni buncha xushal bo'ladi deb o'ylab baxmabdi ekanmiz. Yo'lda o'zinglarni ko'proq asranglar. Sizlarning kelishinglarni yana qarshi olamiz. Kattırasizlar. Rahmat. Sizlarga rahmat. Bo'ldi, tortinmanglar, ha? Ha, bularni arig'i selish berayli, jo'ringlar. rahmat. Biz cho'qim keyin yana kelamiz. Konjito sen bularni uzitib qo'ygan, ha? Bo'ladi. Xo'sh, biz ketdik hamsa. Xo'sh. Xepino efendim. Bu yerden janubga bağıcı bo'lgan yo'lda odam az, qaqasliq. Biror ish yuz bermaydi degili bo'lmaydi. Uning ustiga chiroyli qizingiz bor ekan. Ehtiyot uchun bu narsani elib olamsiz, ha? Sizga arzon beraman. 30 peso bersangiz bo'ldi. Bu zarari yo'qmi? Balig'i bor. Mana qarang. Lekin ancha yaxshi emas. Garchi arzon bo'lsa ishiltish apsiz. Pul xajlagandan keyin yangi xildikisini ishlatmamsiz. Bu qancha pul? 5 peso. Biroq siz Shuni olay. Ig'irroq bo'lsin-mu, lekin naqshlari chiroyli ekan. Men buni yaxshi ko'rib qoldim. Konjito, fiolinalarni ketdi. Endi yo'lga chiqamiz. Nega boramiz? Shunimi so'ramsan? Albatta, Barbasa chorvachilik maydoniga boramizda. Lekin orliqda boshqa kentlarmi bor? Kallangni yaxshiroq ishlatsang bo'lmamdi. Men Brankaga tezroq borayli deb orliqda to'xtamaslik qaroriga keldim. Uning ustiga chorvachilik maydonining xo'jayini pulni ko'p beradi. Mana bu yaxshi fursat emasmi? Shundoq emasmi? Lekin men boylarga o'yin qo'yib berishni xohlamayman. Ular ko'rinishda qizg'inda qig'ini bilan ko'ngilda bizni yoratmaydi. Ular hargiz boyagi kishilardek samimiy emas. Sen nima deyapsan? Biz xayr saxovatchi emas. U saraliqlarga bekor o'yin qo'yib berdigan. Eliqi boyvachchi ularga o'xshamaydi. Ularni tilga asli xafa bo'ladi ekansan. Unda qilma. Bu yuqori tabiqadagilariga sen itimizni tushuntirishdan yaxshi fursat. Dada, siz o'zingizni qaltis san'atchi deb hisoblamsiz? Amaliyotda biz yanada ko'chalarda o'yin qo'yib pul topadigan o'yinchilar. Shundoq bo'lganligi uchun bu qitim haqiqiy san'atkor bo'lay deyman. O'yinchi bo'lgandan-mi yomoni yo'q. Shuncha ko'p kishi bizning o'yinimizni yoqtirib ko'rdi-ku. Konjito. Sen zad nima demoqchi? Bo'ldi, basamli bo'ladi-ku. Lekin Boranka tezroq basaqli bo'ladi. Shu emasmi? Razliqni amma hajat tas bo'ldi. Men qaytib keldim. Biz sizlarni bek saqlab ketdik, yo'lga chiqaylik. Yemak-ichmak mo'l bo'lgan Barbasa chorvachilik maydoni kechdi bizning o'zimizni ko'rsatadigan cho'ng sahnamiz bo'lib qoladi. Biz u yerda haqiqiy san'atni ko'rsatamiz. Buni qo'g'dinishga ilib oldik, Pichku. Bo'ldi, mangdoq. San'at degan hayajonlanish deganlik. Hayajonlanish degan yosh to'kish degan gap. Nimish qilyapsiz, dada? Hech nima, men Barbasada qo'ydigan yangi o'yinimizni o'ylayapman. U yuqori saviyalik san'at bo'lishi kerak. Yuqori saviyalik san'at? Dadam tunigan yiliq yosh kishi bilan san'at to'g'riliq xil paranglashgan emasmidi? Shunga. Dada, men bu yer bir hikoya aytdim. To'g'ri, bu hikoya bek yaxshi xapino apandim. Qordek oppoq qala ichida bir shohzod yashaydi. U yolmavuz tutib ketgan xonishni izlab sarson bo'lib yurganda o'yin qo'ydiganlar uchrashib qoladi. Oxir qandoqdi? Shahzoda yolmavuz bilan ilishidi. Bu Marko oilasining hikoyasi. Shahzoda yolmavuz bilan ilishamda. Nima bu hikoya bo'lmamdi? Yo'q. Xili qiziqarli ekan. Fiolina, bunday hikoyalar odamni xili jalb qiladi-jumi? Biroq, lekin Shahzoda xonish degan hikoyalar bek qo'nrab qoldi. Marko Roshi Annani izlash uchun Ginoyadan ayrilib, nurg'un jafo mushaqqatlarni beshdan kechirib, oxir opasini topadi. To'g'ri, bu amaliy hikoyani qo'yish kerak. Bu Lekin yangi Shahzoda bo'lib sahnaga chiqqani yaxshi. Xalqiliq narsa buningda emas. Xalqiliqligi ko'guvchilarni jig'iltish. Yosh ishchilar toshqichi eqish kerak. Shundoq. nima? Ishchilar? Shundoqmish bo'lamdi.
dadam, akam meni opasini topdi deb o'ylab yurgandi. Haqiqatan. Agar Markoning pulini o'g'ri elib olmagan bo'lsa, poyezdga o'ltirib burankaga burilib olgan bo'ladi. Lekin bizning bugünkidek uchrashishimiz yo'q ketdi. Bu rəhimsiz təqdirdən qıған nəyringi. Hayatlıqda cəfa müşaqqət qancha köp bolsa, xoşallıq şuncha zo'r bo'ladi. Qancha yiqilsimo, yana o'rnidan turadigan gap. Oxiri hamma qiyinchilikni yengadi. Shundaq. Ras, Fiolina, sening o'ylig'ing bo'yicha Marko Brankaga beribmi apsin topamiz qandaq bo'ladi? Yo'q, undaq bo'lsa men o'ynamayman. Lekin san'at ta'kidlanadigan mushu-da. Yo'q, bo'lmaydi dada. Oxirida opasi bilan ko'rishib, kecha-kecha mungdishidi. Dadisini, akisi Tonioni, Emilioni, Yana Fiolina bilan bizni so'zlaydi. oxirida Marko o'yin qo'yg'ichilar bilan xo'shal oldi kinoyaga qaytadi. Hikoya bitdi. Marko Roshi. Kechiring, bu o'yinda siz bosh rol olasiz, qandaq? Bo'landi Marko. Lekin men nima deb javob berishni bilmayapman. Xotirjam bo'ling, sizni hargiz salbiylashtirib etmaymiz. Kelinglar, hammanglar harvoq chiqinglar. Bugun biz yaxshiroq repetitsiya qilib olaylik. Atla heliqi chorvachilik maydoniga yetib boramiz. Beribli o'yin qo'ydigan gap, g'ayrat qilinglar bolalar. Chuh! Nima degan aski, bakkon ekan. Shundaq bo'lsam shamolga daldi bo'g'idek. Bugun kechda mushiyada qo'nayli. Marko, siz berib biroz o'tni terib keling. Fiolina, konjeto, adyalni kiringlar. Atqa men o'zim qaray. Ish tugagandan keyin biz vaqtni ching tutib o'yin tayyorlaymiz. Amalba kunduzi Julietani uxlatmayli. Shundaq qilsak ketisi jimaydi. Kechlik tomoqni oddiyroq qilayli. Uxtinglarmi balla? Xapino apandim, bularni hammasini men yolg'iz qilay. Sizlar vaqtni ching tutib repetitsiya qilib olinglar. Marko. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Yaxshi. Hikoya oxirlashay deb qoldi. Markoning apsi ig'ir kasal bo'lib yetib qoladi. Marko apsining turishlik joyini tasti topadi. Hey, konjeto, Fiolina, tushundinglarmi? Bundaq qilsak bo'lmaydi. Markoning opasini og'rib qo'polmas qilib qo'ysak qandoq bo'ladi? Hey, Fiolina dedim-ku, bu degan o'yin. Lekin Fiolina, biz dadamning tegini bo'yi chiqib boqaylik qanda? Bo'ldi. Mana yaxshi, hammasi pishdi. Apa, men Marko. Men ming bir mushaqqatsizni aran topdim. Apa, Marko, yo'q, emas. Sizlar endi men oldiyanmaysizlar. Mendek ko'zi ko'mas bo'lib qolgan bechora kasalni oldimanglar. Bu bek rahimsizlik bo'ladi. yo'q apa. Bu men, Marko. Kinoyada sen bilan xo'shlashgan. Marko, yo'q, emas. Yo'q apa, silab baqa. Bu men, Marko. Tanidingmi apa? Marko. Rostli senmi Marko?
Bak yaxshi bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi. Fiolina Conjito. Bak yaxshi o'rinladinglar. Agar xalqlar ko'rsa, musha kelgan cho'qim chiqlaydi, yig'ilmisi odam emas. Hey, oxirida Fiolinani chaqirgan ovoz chiqib qolsin, ha? Fiolina. Sana nima bo'ldi, Fiolina, ha? Conjito. Bo'ldi, gap qilmang. Biz onunga daxl qilmayli. Fiolina, yig'lavag'in. Hech qisi yo'q, Fiolina. Yig'lavag'in. Kechiring, Ada. Hech qisi yo'q, Fiolina. Ko'nglingni tushunma. Ada. Tek uxlamadingizmi? Ha? Meni kechiring, Marko. Ha? Baya o'zini tutolmay yig'lab soldim. Bundoq bo'lmasligi kerak edi. Yig'ingizga men sababchi sizdan kechirim so'rashim kerakdi. Men doim oppa davamsan bo'pti-ku. Men sizga oppangizni eslatib qo'yibdiman. Meni kechiring, Fiolina. Marko, Bilma, hamma odam opasini seg'indi, lekin men o'zimni o'ylabdiman. Boshqalar bilan karim bo'lmabdi, lekin siz xato tushunib qolibsiz. yo'q, men opangizni esingizga solib qo'ydim, Fiolina. Mening asli men Marko. Jiring, biz sirtqa chiqib so'zlashaylik. Jiring. Havo nima degan yaxshi. Yig'lavag'andan keyin ko'ksim bo'shab qoldi. Fiolina. Tunji qatim o'shanda xushal bo'lishim. Rost tunji qatim opamni ovozimni chiqarib chaqirishim. Buning hammasi sizning yordamingizdan bo'ldi. Bizning o'g'izda tunji uchrashganimiz esingizdami, Marko? Ha? O chaqda siz dengizga qarab, "Appa" deb chaqirsangiz, faqat tushunmabdikanman. Shundoq men faqat bilmabdiman. Shu chog'dan tortib boshqalarning yordam berishini va tushunishini talab qilibdiman, lekin boshqalarni o'ylab boqmabdiman. Undaq emas, Marko. Opam bizni tashlab etgan. Hatto kichikgina Joli tandimu. Shunga men azaldan "Appa" deb chaqirib boqmagan. Hatto ko'nglimdan ko'chirib boqmagan. O chaqda siz dengizga qarab, "Appa" deb tovlaganda bekmi ta'sirlangan edim. Bugunmi shundoq bo'ldi. Marko, siz cho'qim opingizni teping. Har qanday qiyinchilik uchrasingizmi teping. Emilio bilan Fernando dadasidan ayrilib qolgan. Dadimiz o'xshash. Meningcha hammamiz ona bola ikkinlarning uchrashishidan tasalli topamiz. Marko, shundoq, Marko. Dadasidan ayrilib qolgan? Marko, opingiz bilan uchrashganda men uchun ko'proq "Appa" deb chaqirishingizni umid qilaman. Tushundingizmi, Marko? Ha, tushundingizmi? Rahmat sizga, Fiolina. Men opamni cho'qim topmay qo'ymayman. Opamni cho'qim topaman, Fiolina. Marko. Fiolina, rahmat sizga. Rahmat, Fiolina. Nima degan go'zal kecha, ha? Hayotimda tunji qatim ko'rishim.
Kelishib qo'ygan qaralida Marko bilan Xopino oilasidagilar Barbasa chorvachilik maydoniga yetib boradi. Ular Sarbato va chorvachilarning qizg'in olqishiga erishadi. Xopino Markoni bosh qahramon qilgan qochoq o'yinni qo'yib bermoqchi bo'ladi. U bu o'yinning tomoshabinlarni qattiq ta'sirlantiradiganligiga qattiq ishonadi. Qorong'u tushadi. Xopino yog'och qochoq umiga qurilgandan buyongi tunji qitimliq cho'ng tipdagi qochoq o'yini boshlanadi. Keyingi qitimda Barbasa chorvachilik maydoni degan qismini ko'ringlar.